Dunyoda mundaq bir joy bor bo'lib, bu yerga har qaysi davlatdan kelgan katta boylar to'plashgan. Shundaqla bu yerga kelishni orzu qildi. Bu yerda har xil esil mashinalar bo'lib qolmay, har xil fasondagi go'zal qizlarmi bor. Yana har qaysi soatdagi katta boshlar bu yerga yig'ilgan. Kishi beshga to'g'ri keladigan oylik kirmay 100 ming xalq puliga yetadi. Bu allaqachon Amerika, Shveysariya, Singapur qatorliq davlatlardan eshib ketgan. Bu yerda ham sanoat, ham fan texnika, ham yezigilikmi yo'q. Bir jumla so'z bilan tasvirlashga bo'ldiki, bu yer kayf safa, aysh ishrat ichidagi joy. Bugun bizning paranglashadigan temamiz Fransiyaning sharqiy janubiga joylashgan, uch tarafı Fransiya tarafidan qo'shilib turgan Monakodan iborat bu boy davlat. Undaqda Monakoning bundaq boy bo'lishiga zodi nima sabab bo'lgan? Ya'ni 1868-yil Monako butun mamlakat miqyosida barliq bevosita bojlarning bekor qilinganligini, hatto qimorxonalardami boj kechirim qilganligidan iborat bu siyosatni o'tirib qo'ygan. Shuning bilan Yevropa davlatlaridagi boylar orqa-orqadan bu zamonga kelishga boshlagan. Dangliq shaxslarning Monakoga yig'ilishi bilan bu yerni aytizda Yevropadagi shundaqla butun yer sharidagi boylar talpindigan zaminga aylangan. Monako dunyodagi ikkinchi kichik davlat bo'lishi bilan zamin ko'lami aran 2 kvadrat kilometr bo'lib, 2 kvadrat kilometr degan zot qanday huquq? Bu balkim Jungoning ba'zi kanatlariga yetmasligi mumkin. Bu yerdagi avtobuslarning hammasi davlat alqigan. Undaq siz bu o'lgur bexatarlik tasmasini qanday taqashni tadqiq qilayotgan chig'ingizda mashina allaqachon Fransiyaga kelib bo'lgan bo'ldi. Ammo bu kichik bo'lgani bilan ojiz emas. Monakoning 2018-yildagi kishi beshiga to'g'ri kelgan GDP'si 185,745 dollar bo'lib, ayni chog'dagi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan. Xalq puli bo'yicha har bir odam har oyda 100 ming yuan kirim qiladi. Ya'ni kelib u dunyo bo'yicha boylar eng ko'p davlat bo'lib, ba'zilarining statistika qilishiga asosan taxminan har 3 oila ichida biri millioner ekan. Bu yerdagi millioner Amerika dollarini ko'rsatadi albatta. Uningdan boshqa yana har 5400 oila ichida birining mulkining milliard dollardan eshib ketganligini ko'rsatgan. Bu yer haqiqatan boylarning jannati bo'lib, bojdan xoli jannat deb ataldi. Shunga har qaysi sohalar bu yerga to'plashni xohlaydi. Albatta hech kim razil pul bilan chiqisha olmaydi. Shunga Angliya yozuvchilari bu yerni quyosh parlab turgan sirliq joy deb ta'riflagan. Zo'r turkumdagi har qaysi davlat xo'jayinlari bu yerga kelib mablag' solib o'ltiroqlashgan. Shunga har xil mol bahasi va uy bahasi tabiiy holda o'rlab ketgan. Materiallarda ko'rsatilishicha, Monakoning uy zamin o'tirchi bahasi taxminan 1 kvadrat metri 400 ming yuan xalq puli bo'lib, har bir yurish uyini xohlagancha necha 10 million xalq pulga sotqil bo'ldi ekan. Bu qanday huquq? Beyjingni misolga olsak, Beyjingdan bir yurish uy sotib olish bahasiga Monakoda biror hojatxonami sotib olg'ili bo'lmaydigan o'xshaydi. Agar Dubayning katta boy desak, undaqda Monako kamtarligi bilan boy hisoblanadi. Monakoda asla namratlar yo'q. Yer shari bo'yicha birdan-bir namratlar mahallasi yo'q davlat hisoblanadi. Shunga ularning namrat nufusining hammasi Fransiya va Italiya tarafidan tabiiyla azm qilinib ketadi deyishga bo'ldi. Dubaydagi ishlamchilarning hammasi tuyan qatlamdagi Hindiston, Pokiston amgakchilardan kelganga o'xshash, Monakomi tuyan kirimlik vazifasining hammasini Fransiya va italiyaliklar ustiga olgan. Shunga bu jihatdan aytganda buni Dubaydan 10 asl boy deyishga bo'ldi. Chunki pul muomala kasbi jihatda bo'libmi taraqqiy qilgan nurg'un dunyoga dangliq pul muomala apparatlarimi bu yerda sho'ba apparat ta'sis qilgan. Mikro davlatda 45 xalqaro cho'ng bank yig'ilgan. 20 necha mulk boshqarish shirkati 60 necha milliard yevroluk mablag'ni bevosita boshqardi. Buning 70% chet eldan kelgan bo'lib, Monakodan boj ilinmaydigan qimor kasbi dunyodami o'xshashli dangliq. Bu yerda dunyoning har qaysi joylaridagi qimorbozlar nurg'un qatam qimor o'ynagan. Doğu tikishning cho'nligini siz tasavvur qila olmaysiz. Aytishlari qaraganda bir qatam bir o'ttir sharq shahzodasi bu yerga kelib, bir kechidala 10 necha million Amerika dollari uftiratgan. Go'zal manzara va kishini maftun qilgan boz siyosati nurg'un amerikalik boylarni Amerika tavalligidan voz kechib, bu yerga kelib hashamatlik turmush va shaxsiy bo'shliqdan bahramlanishga qiziq turmoqda. Shunga hozir nurg'un angliyaliklar pensiyaga chiqqandan keyin shirkat va uy mulkini sotib, Monakoga ko'chib berib, quyosh nuri, qumliq sohili va dengiz sohilidan bahramon bo'lmoqda. Boj kirimini a'lolashtirish uchun nurg'un savdogarlar o'z davlati bilan Monako orasida qatirab yurmoqda. Yuqori kirim qilish bilan bir vaqtda bojda e'tibor berish siyosatidan bahramon bo'la oladi. Bundaq joyga ko'chib kelish oson ish emas albatta. Monakoga bundaq oddiy ko'chman bo'lish mumkin emas. Buning sharti g'oyat zo'r boylikqa ega bo'lishdan boshqa, yana Monako xon jamoatining alohida tasdiqiga erishish, ham davlat tavalligiga kirishdan burun cho'qim barliq davlat tavalligidan voz kechish kerak. Xuddi biz boshda aytgandek, aysh ishrat kayf safa orqali Monakoni sifatlasa texmi muvofiq bo'ldi. Bo'ldi, Monako to'g'risida bugun mushunchalik paranglashdik. Ko'rinma chastotini ko'rib bo'lib, qanday hissiyati bo'lganligingizni fikr rayonida qoldirib qo'ying.